card chiqibdi ya xursandman green carddan chiqdimi do'stim? Green card ham chiqdi, lekin men undan ham ko'ra nimaga xursandman bilasanmi? Nimaga? Hali Ne'mat do'stim bilan teng tashlagandim green cardga, Amerikaga. Uniki chiqmasa meniki chiqib oldi. Ne'mat kiyib oldi dedi. Do'stim, ketyapman. Do'stim ketyapsanmi endi Amerikaga? Green carddan chiqdi, lekin do'stim buni hali anketa to'ldirish, hali bosqichlar juda ham ko'p ekan. Sen qayerlisan do'stim? Qorasuliman. Mendan so'ra. Men ham Qorasuliman, lekin Qorasuv shahrimizda Interpret nomidagi qo'torma xizmati, ya'ni dokumentlarda qo'torma xizmati borligini bilmasdim do'stim. Mana shu yerga keldim, anketamni olib kelyapman, xudo xolasa polni green cardamni to'ldirishib, shu jo'natib olar ekan. Endi hozir Amerikaga bor, o'zbekcha gapirmayman, do'stim bu yerda angliskiy kurslarni ham ochib qo'ygan ekan. Angliyaga registratsiya qilib berishar ekan, dokumentlarni to'ldirib, hali Rossiyaga degan do'stlarimiz bor-ku, shularga ham polni dokumentlarini o'rischaga, xitoychaga, turkchaga, xullas hamma tillarga xullas dokumentlarni qo'torma xizmati bor ekan. Akalar, shashilmay turinglar. Bu yangiligimiz juda ham ko'p, o'zimiz aka-ukalarimiz uchun juda ham qiziq. O'zimizning Qirg'iziston Qorasuv shahri, hammamiz bilgan meriyaga naprotiv joylashgan, bilim nurini 2-etajda joylashgan ushbu ishxonamizni hozir to'liq ma'lumotlarni olamiz. Shashilmay turasizlar, akamiz o'zidan to'liq ma'lumotni hozir olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Aka, xormalar. Charchamayapsizmi aka? Salom-yaxshimisiz, tizimsiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Aka, keldik, bismillah deb. Charchamayapsizmi aka? Yaxshimisizlar? Yaxshi aka, xudoga shukr. Qorasuv shahrimizda bunaqa ishxona borligini to'g'risi ko'pchilik bilmaydi ekan. O'zim ham hozir kelib bildim. Ki odatda o'sha tomonlarga chiqardik, boshqa qilardik. Qorasuvlik aka-ukalarimiz uchun juda ham zo'r yangilik bo'libdi. Shunga mo ish turlarimizdan o'zingiz bir qator to'liq ma'lumot berib qo'ysangiz. Biz hujjatlarni, dokumentlarni turli xil tillarga tarjima qilib beramiz. Undan tashqari biz hozir mana ingliz tili kurslarini ochdik. O'zimizda mana shu nimamiz qoshida, shu ishxonamizda. Keyin mana kecha green cardda yutuqlari bo'ldi. Shu yutuq sohiblarini biz anketalarni to'ldirib beramiz. Undan tashqari mana Angliyaga anketalarni to'ldirib beramiz 6 oylik ishga. Biz Interpret kompaniyasini to'ldirib tashladik hali. Anketalarimizni to'ldirib berishdi. Shularga cho'ng rahmat aytamiz. Bizni vizalarimiz chiqdi. Biz xudo bersa ketib o'tamiz Angliyaga. Anketalарimiz to'ldirib berdi. Mana vizalar oldi. Mana biz Angliyaga ketyapmiz. Do'stlarim, kimga qiziq bo'lsa, balanish nomerlari 0551 73 79 71. Daha bir nomerlari 0551 58 08 07. Do'stlar, shu nomerlarga kengina chalsangizlar bo'ladi. Bizning darak Qirg'iziston Qorasuv shahri. Do'stlar, o'shdan Qorasuvga kirib kelganimizda sentralni ko'cha, ya'ni Lenin ko'chasi, bu joqda baringlar bilgan Qorasuvda meriyasi. Meriya naprot joylashgan Qubanch restoran, buni mandayini oldinda joylashgan eski baringlar bilgan bilim nurini eshigidan kirsangizlar 2-etajda bo'ladi. Ya'ni nima, переводчик center. Ya'ni bizda do'stlar, shunday qolmaydi, pulni перевод emas, ya'ni dokumentlarda boshqa tilga перевод xizmati, ya'ni qo'torma xizmati, ya'ni bizda qilingan professionalniy darajada ish olish borishayotgan, bizni перевод qilib bergan dokumentlarimizni через notarius tasdiqlab beradigan. Xudo xolasa, ammo zo'r. Bu переводdan tashqari nima bo'lyapti? Ingliz tili, ya'ni ingliz tiliga kurslarimiz ham o'zimizda mashhurda o'zida ochilgan ekan. Qiziqqanlar bemalol kelib, ishlarimizdan foydalansanglar bo'ladi. Do'stlar, baringlarni kutib qolamiz. Alsat kechi kanalimizga kelding, jana sizning xizmatingizda.